Ma'lumotlarga ko'ra 2025-yil yurtimizda 120 ming xonadonga mo'ljallangan ko'p qavatli uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan. Mazkur sohadagi davlat nazoratini samarali tashkil qilish maqsadida joriy yilning 14-may kuni davlatimiz rahbarining qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida davlat nazoratini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon mazmuni, mohiyati va ayni yo'nalishda olib borilayotgan ishlar haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Har bir qurilayotgan uy odamlar hayotida muhim o'zgarish, yosh oilalar uchun yangi manzil, uysizlarga boshpana. Keyingi yillarda butun mamlakatimiz bo'ylab sohadagi islohotlar natijasida yangi ko'p kvartirali uy-joylar qurilishi ortdi. Albatta, millionlab oilalar uyli bo'lyapti. Turmush farovonligi ortyapti. Bu jarayonda davlat nazorati ham muhim. Uylar texnik va ekologik standartlarga mos loyiha talablariga javob berish kerak. Ana shu maqsadda joriy yilning 14-aprel sanasida qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida davlat nazoratini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Unga muvofiq 2025-yil 1-iyuldan boshlab barcha ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarini chiqarib yuborish tizimi obyektlari majburiy tarzda shartnoma asosida texnologik auditdan o'tkaziladi. Bosqichma-bosqich hududiy inspeksiyalarda qurilish obyektlarini onlayn kuzatish markazi tashkil etiladi. Davlat nazoratini amalga oshirishda mobil bodi kamera va maxsus planshetlardan foydalaniladi. Bu borada Xorazm viloyatida nazorat ishlari boshlangan. Masalan, Xorazm viloyatidagi mana bu yangi O'zbekiston massivi 14 gektar joyda joylashgan bo'lib, bu yerda 41 ta uy-joylar va ularda 1235 ta xonadon qurilishi rejalashtirilgan. Xo'sh, mazkur uy-joylar qurilishida talablarga to'liq javob beradimi? Bu borada o'rganishlar olib borildi. Hazorasp tumanida joylashgan mazkur massivda Xorazm viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik sohasida nazorat hududiy inspeksiyasi tomonidan olib borilgan tadbirlarda qurilish jarayonlarining har bir jihatiga katta e'tibor qaratildi. Maxsus laboratoriya uskunalaridan foydalanildi. Bugungi kunda qurilish obyektimiz shu poydevor osti gruntidan tortib ishlatilayotgan metal materiallar, armatura, obyektga keltirilayotgan tayyor beton mahsulotlari, shuningdek obyektni o'zida bajarilgan beton qorishmalari uchun sinov jarayonlarini amalga oshirib, tegishli tartibda xulosa va tavsiyalarni berib kelmoqdamiz. Qurilish norma qoidalariga javob bermaydigan, ishchi loyihaga mos kelmaydigan ishlarimiz yoki materiallarimiz uchraydi. Bunaqa holatda ushbu materiallarni obyektdan chiqarib tashlash, buzdirish, demontaj qilish ishlarini amalga oshirib kelmoqdamiz. Qurilish sifatini ta'minlash maqsadida inspeksiya xodimlariga bodi kameralar bilan ta'minlandi. Bir kunda 8 soat ishlaydi. Qurilish obyektidagi nazorat ishlarini olib borish davomida shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. Qurilish obyektlarida, qurilish jarayonida nizoli vaziyatlar vujudga kelganda bartaraf etishda qo'l keladi. Bu bodi kameramiz quruvchi shtabiga ulangan bo'lib, bevosita operator kuzatib turadi. Bularning barchasi qurilish jarayonida shaffoflikni oshirishga xizmat qiladi. Shu o'rinda aytish lozim, yangi O'zbekiston massivi Hazorasp tumanida yashovchi aholining ijtimoiy hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Massivimizda 5 va 7 qavatli ko'p xonadonli turar joylar barpo qilinmoqda. Birinchi qavat savdo maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari jami 1235 ta kvartiralarda ish olib borilmoqda. Bu yerda ijtimoiy soha obyektlari ham joylashtirilgan bo'lib, bitta maktab, bitta bog'cha, maktabimiz 330 o'rinli, bog'chamiz 150 o'rindan iborat bo'lib, barcha qulayliklarga ega bo'lgan shart-sharoitlari o'z ichiga olgan zamon talablariga javob beradigan turar joylar qurilmoqda. 18 ta pudrat tashkilotlari ish olib bormoqda. 2024-yil iyul oyida boshlaganmiz. Bugungi kunda bu yil 2025-yilgacha 24 ta ko'p qavatli turar joyimizni topshirish reja qilib olganmiz o'zimizga. Shuningdek, farmonga ko'ra 2025-yil 1-sentyabrdan har bir qurilayotgan obyektning QR kodli pasporti joriy qilinadi. Bu orqali shaharsozlik subyektlari, qurilish muddatlari, shaharsozlik hujjatlari va tasdiqlangan ekspertiza xulosalari haqidagi ma'lumotlarni olish imkoniyati yaratiladi. Shu va boshqa belgilangan vazifalar seminar shaklida viloyatdagi quruvchi va mutaxassislarga tushuntirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 26-sonli farmoniga asosan joriy yilda Xorazm viloyatida 7000 xonadonli 200 ta ko'p qavatli uy-joylar qurilishi belgilangan bo'lib, bugungi kunda barcha uy-joylarda qurilish ishlari boshlangan. Hamma uy-joylarimiz Xorazm viloyat qurilish va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish hududiy inspeksiyasi tomonidan
barcha uy-joylar ro'yxatdan o'tgan bo'lib, nazorat olib borilyapti. Bugungi kunda mana Hazaras tumanidagi Yangi O'zbekiston massivida barcha quruvchilarni, loyihachilarni yig'ib seminar tashkil qildik. Bu yerda qurilish madaniyati, texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilinishi bo'yicha barcha tavsiyalar berildi. Shu bo'yicha ishlarni tashkil qilib olib boryapmiz. Maqsad qurilishni asosiy sifatiga e'tibor berish, texnika xavfsizligiga e'tibor berish, quruvchilarni qurilish madaniyatini oshirish. Bu bo'yicha Prezidentimizning PF 66-sonli farmonida ham alohida topshiriqlar berilgan. Shu bo'yicha bugungi kunda seminar tashkil qilib, tushuntirish ishlarini olib bordik. Mana bu tarmoqning sinov laboratoriyasi. Qurilishda ishlatiladigan mahsulotlarning sifatini belgilashda bu bo'limning xulosasi katta ahamiyatga ega. Bizning asosiy funksiyamiz shu bizning hududimizda olib borilayotgan qurilishda ishlatiladigan qurilish materiallarini, ularning sifatini tekshirib, ularga xulosa beramiz. Mana bizning laboratoriyamizda sementni presslar bor. Mana 30 tonnalik press. Pressimiz asosan sement mustahkamligini aniqlaymiz bu yerda. 200 tonnalik pressimizda beton mahsulotlarini, beton namuna olib kelingan, qurilishdan olib kelingan namunalarni mustahkamlik chegarasini sinab chiqaramiz. Berilgan sertifikatiga mosmi yoki mos emasligini aniqlaymiz biz asosan. Xullas, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida davlat nazoratini samarali tashkil etish, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, qurilish-montaj ishlarining sifati va loyiha hujjatlariga muvofiqligi, ko'p kvartirali uy-joy fondini boshqarish, issiqlik ta'minotidan foydalanish, ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish xizmatlarini ko'rsatish yuzasidan ta'sirchan davlat nazoratini ta'minlashni maqsad qiladi. Zero har bir uy xavfsiz va mustahkam bo'lishi shart.